Hürmetli vatandaş, iki kızlı gep leksiya değil ya muhakeme değil vatandaş. Keçirinler bugün şu günden beri jildi bir kıtım tekşirdiğin doktorga görünüp oldu vatandaş. Selametlik hemimizge sizlerge bizge hem. Allah yar olsun vatandaşım. Randaki yetkeydiğin materyallerim var, yetkep gelip oldu. Randaki bugün hazır keçti bolsun mu? Bir iş haber, ciddi yetkilen haber iken şu haberlerden vatandaşlarına haberdar kılaydı dedim vatandaşım. Birincisi biz bugün leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada Sıdıka Ciroze. Washington'da sözdeyimiz vatandaş bugün çizlağı 2023 yıl 7. ayının 25. günü haftaki seyşembe vatandaş. Bugün Amerika Ovası'nın Xitay Tili programımız 7. ayının 26 dep yazıp vaqt ketdi on. Cungunun Tashqi ishlar ministri Çingan amalidan elib tashlandi deydi. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkamasi qanday javob qaytardi? Bu masalalar so'zlanib kelayotgan edi. Çingan Tashqi ishlar ministrligining ministri bir ay oldu hesapta g'oyib bo'lib ketdi. Tunugunlarda Xalq vakillar qurultayining doimiy komiteti bu to'g'rida qaror chiqardi degan edi. Endi bu tartib bo'yicha aytganda avval bunga markaziy intizom tekshirish komiteti bir nima deyish kerak. Ya manda gunohi va ya manda savallik va ya xatolik va. İntizom tekshirish komiteti bir nima degandan keyin andin bana amalidan elib tashlashni Xalq vakillar qurultayi bir taraf qilish kerak edi. Hozir tartib ostun bo'lib ketdi. Shuningda qaraganda biroz oldirash turdi markaziy komiteti Jungoning. Ondan bunun Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasining bayonotchisi Patel, Abdinta Patel bayonot e'lon qilib shunday debdiki, kim Tashqi ishlar ministrligi bo'lib belgilansa Jungoda bu Jungoning o'zining ishi edi. Endi yaqinda Tashqi ishlar ministri bugun yana shunday o'rlashtiribdi. Ligidan chiqib ketgan u davlat mahkamasining a'zosi bo'lib diplomatiya ishlariga mas'ul bo'lib ishlayotgan Wang Yi navbat yana Çinganning o'rniga diplomatiya vaziri yoki ministri bo'lib qaytadan tayinlanibdi. Bu biat to'xtab tursin. Endi Wang Yi tayinlandi, endi Çingan chiqib ketdi degan gap. Hozir gaplar qaraganda Çingan efendini davlat mahkamasining a'zosi o'rnida saqlab qolgandek turdi. Uni da saqlab qolib, Tashqi ishlar ministrligi amalini elib etibdi. Buning o'rniga yana Wang Yi'ni belgilagan bo'lsa, vatandash demak oldimizda Jungoning diplomatiya ishlarida yana qayta asli keltirish, jonlanish yoki ajdar masallik diplomatiya masalasi yoki Jungoning oldida ham nihoyatda jiddiy xarakterlik diplomatiya masalasi bo'lishi mumkin. Xatolash dedimidi, savallik o'tkazdimidi, Çinganni elib tashladi. Wang Yi'ni, koni ministr Wang Yi'ni yana kelib o'tag'uzdi degan gap. Demak bu yerda bir ish yoki diplomatiya sohasida yana bir jiddiylik bo'lishi mumkin. Endi yana bir xabarda Amerika tarafining ifodasi kimni ministr qilib saylasam biz sizlar bilan shu ministr bilan davomli so'zlashaveramiz. Yana bir mavzuda nima dedi desangiz qizil chiziq demdi bir nima o'chgandek bo'ldi deb elib kelib hozir Vladimir Putinning qizil chizig'i nima ekanligini ko'ramida mavzu qo'yilgan mavzu video film. Hozir 180 ming kishilik askariy qo'shin bilan hujum qildi Ukrainaga. Tuniga 100 ming kishilikmidi? Bugun endi 180 ming kishilik harbiy qo'shin bilan hujum qildi deydi. Endi uning jarayonni atganlikka sizlarga Alloh xolis yani yetkazimiz. Bugun sizga bizga qiziqsinib turayotgan bir ish. Nurg'un parazlarni qilishgan edi. Masalan, bu kishi yo'ldan chiqdi yoki Rais Xi Jinping ko'rsatgan yo'ldan chiqdi. Yoki siyosat yo'ldan chiqib ketdi. Zo'r xatolashgan bo'lishi mumkinmi deyishgan edi.
Bugündən qaraganda onun dövlət məhkəməsinə əzalıq səlahiyyətini saqlab qalıb və minister, Tashqi İşlər Ministerlik əməlini elib etib, onun ornuğa yana Wang Yi, burunqi Tashqi İşlər Ministerligi Wang Yi'ni elib kelish, biz sizga boshda aytgandek vatandosh. Jungoning diplomatiyasida bir o'zgarish bo'lgandek turdi. Yana bir maqola xabarda qisqacha maqola ekan, bir abzas o'qib baxdim. Onunda agar Qingang Tashqi ishlar ministerligidan elib ketilib, yo'tkab ketilib, uning o'rniga Wang Yi yana qaytib keladigan bo'lsa, bu demak hozir Amerika Jungo munosabatida izlanayotgan, illiqlik izlanayotgan mo'tadillik shu joyda to'xtab qolib, Amerika Jungo munosabati yana asliga qaytadi yoki shu oldirashlik ichidagi jiddiylik ichidagi munosabatlar jiddiyligi davriga qaytadi deb qisqacha uni ko'rib qoldim vatandosh. Hozir endi bugun bu ish hozir Qinggangning masalasi. Wang Yi'ning qayta ministr bo'lib tashqi ishlar ministerligi o'tkab kelinishi bu qaraganda Jungoning yana boshqa davlatlar bilan, Amerikadan boshqa davlatlar bilan bo'lgan munosabatidami? Hozir jiddiylik bo'lamdi qandaq? Yoki o'zining ichki qismida bo'lamdi qandaq? Tunugun bugun atdiganda Johnson 25 kunidagi video filmida nima dedi? Atdiganda desangiz hozir boshqacha turdi, boshqa fikr boshqa. Desangiz, haligi odam qo'sig'i ochganda tomoq tanlamaydi. Yo'ldan adashganda yoki yo'lga chiqqanda yo'l tanlamaydi. Qaysi taraf bo'lsa, menga beradigan ishim bo'lib qoldi ba'zi chaqda. Ammo tomoq tanlash masalasida qo'saq ochgan tomoq tanlamaydi. Gangrab qoldi. Jonahay gangrab qoldi. Nima uchun ekanligini yani anlab baqamat deganlik vatandoshim gangrab qoldi degan xulosasini chiqaribdi. Johnson Jay'ning gangrab qoldi degan so'zi bilan bugun Jungo Tashqi ishlar ministerligida yuz bergan bu o'zgarishni, ya'ni Xalq vakillar qurultoy doimiy komitetining tezla qarori chiqarib, Qinggangni vazifasida elib tashlab, uning o'rniga Wang Yi'ni o'tkab kelishini aytganda, Jungoning hukumat qismida, ichki qismida nima ish? Siz savol qo'ysiz, bu savol qo'yamiz. Buning natijasi va jarayonini o'rgan. Yo'ldoshlar bilan ko'rishganda tafsil berishimiz mumkin vatandosh.